Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonida yuz bergan bir mardlik qissasini anlatamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makka dan Madinaga hijrat qilib 6 yildan keyin, ya'ni Hijriyaning 6-yili atrofdagi podshohlarga ularni islomga da'vat qilish uchun maktub avatdi. 8 dona maktub avatdi, 8 podshohga. Şunun biri Yamama degan yerdagi Hanafiler qabilasining oqsoqoli Sumama ibn Usal degan adam. U odamga maktub borgandan keyin chiroyini turidi, nayt achchig'i keldi. Ben bu Muhammadning dinini yo'q qilib o'taman deb shunda qasamiyat qildi. Shuningdan keyin qanday adam musulmonlarni tepbasa, musulmonni o'ldirdi. Xilichiq musulmonninki qanni tugidamdi bu. Ben Muhammedni o'ldirdigan adam deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamniki bordigan yerlarga, mangdigan yo'llarga chiqib aydab tuzoqlarni qurib, shuni planlab boqdi. Shu arada bu adamning tog'isi uning deydi: "Ey Sumama, sen bu Quraysh qabilasiga, bularmi Hashim jamoatiga sen tankilanmaysan. Sen ularla urushib qo'ysang, ular seni yengib hammamiz yan tortamiz. Bu ishdan yan" deydi. Shuning bilan bu to'xtab qoldi, ammo Rasulullohga va uning diniga bo'lgan o'chmanligi shunda davom qildi. Shuncha qattiq o'lchamdi. Shundan keyin bu uzunga qolmay bu odam o'zining shu mushrik aqidasi bo'yicha mushriklarni Ka'bani tavob qildi burunamda. Ka'bani haj qilg'ili, Ka'bani tavob qilg'ili Madinadan o'tib ashadi. Bu shu labbayk Allohumma labbayk deb ashuni o'qib mangdi. Endi o'ylaqa bir shirk so'zlarmi bor shu labbaykning ichida, bu mushriklar shu shirk so'zlarini deb mangdi o'sha yerda. U shundoq tugisiga minib Madinadan o'tish jarayonida labbayk Allohumma labbayk, labbayk la sharika lak labbayk, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak illa sharikun huwa lak tamlikuhu wa ma malak deydi. La sharika lak degan yergacha to'g'ri aytdi. Onundan keyin sening shiriking yo'q, faqat sening birla shirikingdan boshqa shiriking yo'q. O shirikni sen ega bo'lasan va uning ega bo'lgan narsani sen ega bo'lasan degan gap endi. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Madina atrofiga qo'ygan razvedchi qo'shin anglab, ha bu musulmon emas, bu mushrikka ma ketib borganlar deb shu uni tutib oldi ekan. Tutulib akilib masjidninki endi bir bog'lab qolib, atisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga namoz bandatda Rasululloh men asir bor, asirni tutib akeldik dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib qarasa, shu Yamama qabilasining oqsoqoli, ya'ni katta odam, podshoh yutidamdi. Shu ekan. Shundan keyin "Ey Sumama, sana nima bo'ldi?" degandan keyin "Ha Muhammad, menga ishim bormidi" deb o'zining kibrisi bilan aytadi. Shundan keyin u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga deydi: "Men jiq musulmonlarni o'ltirdim, sana jiq askil qildim. Agar o'ltirmoqchi bo'lsang, meni o'ltirgin. Agar mendan fidya talab qilib, meni pul-mol talab qilsang, xohlaganingni degan men sana berman" degandan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hech qaysini istamayman. Sen iymon etib musulmon bo'lishingni istayman. Degandan keyin yo'q deb tur. Ma'qul deb Rasululloh ketdi. Ketib oldin oilasidagilarga deb "Mao asirni hurmatlashimiz kerak. Buningga tamoq binasini joyida akib biringlar" deb o'zininki bir sag'adigan tugisi bor ekan. Kunda 2 qatim sag'ib endi ichidi ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuningki shu tugini sag'dirib, ashuningda binasi etib, kunda 3 vaqt tamoqni akib bergan. Aytchi yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uningga yana uchishib, "Qanday Sumama ahvoling?" degandan keyin, "Ashundoq, qanday qilasan? Sana deganimga o'xshash. Ya meni o'lta yoki
Menden pul talep qil, nima desang beraman degan. Yo'q deb ketdi. Üçüncü gün angacha aşında nayt yaxşı baqadamdı onu. Esin ayda özününki aşı tügüsünü sağdırıp, tamaq etkizip, öyde ekip durup ayda baqadam. Üçüncü günü qandaq sumama, ahvalın qandaq qilsa degandan sana men dedim go, ya meni şerde o'ltagin. Çünkü ben ölümgüme haqliq nurgun adamlarni men o'ltiratdim. Yoki agar mendan bedel talab qilsam, bedel men nima desam uni beraman degandan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'ldi qo'yib biringlar dedi. Qo'yib biringlar degandan zaten o asirni qo'yib birdi, qo'yib bergandan tugisiga menib ketdi. Ketib Madinaga sirtiq bir yerga chiqib bir quduq bor ekan, shu quduqqa kirib yuyinib, pokiza kiyimini kiyib, yana shu tugi bilan keldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga. Rasululloh sahobalar o'ltirsa keldi. Assalomu alayka ya Rasululloh deb keldi maqatim. Allah'ın salamı sana olsun ey Rasululloh deb keldi. Rasululloh o'rnidan turib sahobalarni o'rnidan turib qilgandan keyin ya Rasululloh mushu kungacha hozirgacha sen dünyadaki en öç adamımdın. Hemmede bek seni özgürettim. En öç şehirimi senin muşi şehrini özgürettim. Ve senin sahabelerin Müslümanların dünyada hemmeden özgürettim. Hazır dünyadaki mine en süyümlü kişim sen oldun. En süyümlü şehir senin şehrin. En süyümlü kişiler senin adamların muşi Müslümanlar oldu. Ben iman ettim. Dep şada özünün imanını ilan qildi. İlan qilgandan keyin shundan keyin ağandın qaytamdi haramni tavob qilg'ili mangadi bu musulmoncha tavob qilg'ili mangadamdi. Hamda labbayk Allohumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak deb ma musulmoncha takbirini labbayk talbiyani aytib mangadi. Menga Mekke'ga bordi. Mekke'ni tavob qildi, nima Ka'bani tavob qildi. Tavob qilish jarayonida shundaq shu musulmoncha labbaykini aytib qilgandan keyin bu mushriklar yo bu musulmon bor ekan buning orasida, birisi shunda da'vatida degan keyin tutib akilinglar uni deb borsa, u degan shu qabila boshlig'i oqsoqol, nihoyatda muhim odam hamda. Shuni bilan so'zlashib bu Qurayshning kattalari sen musulmon bo'ldingmi degan, ha men musulmon bo'ldim. Bugundan boshlab sizlarga keladigan bug'doyni to'xtatdim. Çünkü Mekke'de tarixchilik bunda bo'lmaganda Yamama tarafdan kelgan ashul beradigan bug'doyni to'xtatdim. Sizlar iymon etib mendek musulmon bo'lmoqcha to'xtatdim. Ömrümning oxirigacha sizlarga harom qilmayman bug'doyni. Faqatla Rasululloh sallallohu alayhi vasallam agar bergan desa berma deb turtgan. Degandan keyin o Quraysh katlarni aytib, uni mehmon qilib, hurmatlab, anda qilmagan bizga o ochliqni bizdan anda to'xtatib qo'ymagan deb jiq gapini qilgan qilsimi qat'iy olmayotgan. Sen mushrik Rasululloh qarshi turgan muddatcha sizlarga bir tal bug'doymi harom deb ayda turibdi. Shuni o'ylab bu qaytadi ekan bu kishi. Bu mushriklar shu chog'da endi boshqa chora bo'lmagan, yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga elchi avatib, "Ma bizningki Makka, ahli Makka, o'zingizningki yurtingiz, o'zingizningki nimalaringiz, to'nishlaringiz, tuqqanlaringiz, o'zingizning odamlarmi bor bu Makkada. Endi bu odam açlıkni to'xtatib olsa bizga acharchilik bo'ldi. Shu mush odamga degan bo'lsangiz, ochlikni bizdan to'xtatmagan bo'lsa deb Rasulullohga yolvordi bu mushriklar. Yolvorganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o Sumam ibn Usalga adam evatib, ochlikni to'xtatmagan, mayli bergan ochlikni dedi. Shuning bilan o Rasulullohning buyrug'i bilan ochlikni berishni davomlashtirdi. Endi bu adamning qissasidan da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki marhamati, keng qo'rsoqligi va mehmondostligi,
əsrini hörmətləşdən ibarət güzel əxlaqı. Ma adamның muamda Müslüman bolğanda mərtiki, süzdü turduğan